Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir bo'lib o'tadigan suhbatdan o'zingizga yarasha xulosa chiqarasiz va sizda boshlangan ma'lum bir kasalliklarni oldini olishingiz mumkin demoqchimiz biz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doktor, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Prostata adenomasi haqida bo'ladi bugun suhbatimiz. Prostata adenomasi nima o'zi? Qaysi yoshdan boshlab ko'proq uchray boshlaydi? Demak, oldin prostata haqida erkaklarga ozgina ma'lumot berib o'tishimiz kerak. Bu prostata erkaklarda birinchidan, demak, tuxumlarda aynan testosteron chiqqan testosteronni aktiv forma, ya'ni degidrotestosteronga aylantirib berish, siylikni ushlab turish vazifalarini bajaradi. Va bu kun, ya'ni 40 yoshdan 50 yoshdan o'tgan erkaklarda giperplaziya, ya'ni o'sma o'sadi. Kattalashib o'sadi. Shuni hisobiga erkaklarda bilamiz, yosh katta erkaklar doimiy hojatga borib kelib qatnash ko'payadi. Siylikda bosim pasayadi. Kirib chiqqandan keyin qoldiq siydik kabi hissiyotlar bo'ladi. Va bu holatda men birinchi tavsiyam mutaxassis, ya'ni urolog ko'rigiga kelish kerak. Sababi biz bilmaymiz, yaxshi sifatli o'smami yoki yomon sifatli o'smami. Ya'ni rak holatlari ham uchrab turadi erkaklarda. Urologga erkaklarni uchrash, mana shu madaniyat haqida ikki og'iz. Bizda urologga qachon borish kerak degan savolga birinchi navbatda javob berishimiz kerak. O'zi mana har bitta o'g'il farzandi bor erkak bir marta urologga olib kelish kerak farzandni. Mana oldimga ko'p bo'ydoqlar keladi. Ba'zi bir holatlarda bo'ladi, azospermiya, ya'ni urug' foizi 0, lekin bir oydan keyin to'yi. Shuning uchun men shu narsani ham qo'shgan bo'lardim, to'ydan oldin spermogramma, oddiy spermogrammani ham joriy qilish. Va hali impotensiya masalasi turibdi. U alohida katta mavzu. Alohida mavzu impotensiya. Juda ko'p patsientlar keladi, hattoki yaqinda shunaqa bitta patsientim keldi. 2 kun to'yi bo'lib, oldimga keldi bittasi. Va unda muammo juda jiddiy. Organ yetishmaydi. Uzi dopplerografiya, farmakodopplerografiya qilib ko'rdik. Demak, unda muammo jiddiy. Faqatgina protez qo'yish orqali buni yechimi. Ya'ni jinsiy holatga protezlash amaliyoti. Xo'p, adenoma bilan prostatani yallig'lanishi o'rtasida qanaqa farq bor? Prostatit. Siz prostatit bu yallig'lanish kasalligi. Bu har qanday yoshda uchrashi mumkin. Mana bo'ydoqlarda ko'pincha uchraydi. Prostatitni o'zi orttirish ikkita turi bor. Infeksion, noinfeksion. Noinfeksion bo'lishi mumkin, juda ko'p sovuq muhitda yurib qo'ysa, immunitet pasaysa, prostatit kelib chiqishi mumkin. Demak, infeksion bo'lsa, bu har xil kasalliklar. Bilamiz, ko'p kasal bo'lgan erkaklarda prostata bezida ham muammo bo'ladi. Bu kabi holat bu prostatit hisoblanadi. Prostata bezi adenomasi bu yoshga bog'liq kasallik. Xo'p, bu kasallikning eng ko'p uchraydigan alomatlari qaysilar? Asosiy belgilari bu tez-tez peshobga chiqish, peshob qilishda achishish va hojatga kirib chiqdi, qoldiq siydik hissi. Xuddi shu belgilar patsient, ya'ni bemorlarda juda ko'p uchraydi. Kundalik hayotda nima ichib yursak bo'ladi deymiz baribir. Demak, testosteron miqdorini oshirish uchun mana sink mahsuloti, ya'ni urug' testosteron miqdorini oshirishga, immunitetni ko'tarishga yordam beradi. Bundan tashqari bizda uroseptiklar bor va tribulus sostavli dorilarimiz bor. Tribulus ham bu tabiiy holatda testosteronni oshiruvchi mahsulot. Urokompleks dorilari bor. Mana RS degan dorilarda bu tribulus sostavi bor. Bunda urug' oksidi, kerakli jenshellar va erkaklik quvvatini yaxshilashga, bundan tashqari tabiiy holatda endogen testosteron miqdorini oshirishga yordam beradi. Sink mahsuloti ham demak testosteron tabiiy oshiradi. Bundan tashqari immunitetni ko'tarishga yordam beradi. Anefro mahsulotda bo'lsa bu uroseptik tabiiy polpoda tarkibida machagonni, ya'ni siydik haydovchi mahsulotlari bor. Kichkina toshlarni eritishga, siylikni toza saqlashga yordam beruvchi mahsulotlar hisoblanadi. Agar lozim topsangiz, kelib mutaxassislar bilan maslahatlashasiz va mutaxassis tavsiya qilgandan so'ng mana shu dorilarni iste'mol qilishingiz mumkin.